Assalomu alaykum azizlar, bu videoni srochni ko'rmasanizlar bo'lmaydi. Goldni yana qamalishi mumkin. Gold video murojaat bilan chiqqan, qamamasliklarini so'rab, uy qamog'ida qoldirishliklarini so'rab video murojaat bilan chiqqan. Videoni ko'rishlaringizni so'rayman. Kommentariyaga yozib ketinglar. 4 ta farzandi bor ekan, qamalmasin deb bitta kommentariya yozib, like bosib videoni hashtagga jo'natib qo'yamiz, tegishli joylarga yetib borish uchun. Qanamasam ketdik, go. Sudga chaqirishyapti. Protest kiritilgan, uni qaytadan qamoqqa almashtirilsin deb. Qamoqqa aylantirilsa, men qamoqqa ketsam, farzandlarimni yonaya, men ota-onamni yonaya kim qolishi mumkin? Bu boshiga video qilish emas. Farzandlarim uchun har bir ota hamma narsaga tayyor turadi. Uydan chiqmasligiga tayyor turadi. Farzandlar uchun hamma narsaga ota tayyor turadi. Sizlarga shuning uchun murojaat bilan chiqaman, xalqim. Qamalishim oldi ham video qilganman. Mana chiqibman sizlarga rahmat aytdim, prezidentimdan, xalqimdan. Yana ham sizlarga iltimos qilib, yana ham sizlarga chiqaman. Blogerlardan yetib borsin prezidentimga, rahbariyatlarda men qolishligim. Farzandlarim yonay O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga. MMAdan birinchi marta chiqdim, birinchi marta MMAga. Alloh xohlamadi yutqazdim. Lekin men kulachga, moyta isman. MMAni ham shug'ullanaman-da, men shunaqa qaytmayotgan bo'laman. Bayrog'imni yuqoriga ko'tarib, qanaqa O'zbekiston